Toshkent davlat transport universitetida ilm-fanda qizlar, imkoniyatlar va mas'uliyat mavzusida respublika anjumani bo'lib o'tdi. Tadbir ilm-fan sohasidagi qizlar va ayollar xalqaro kuni munosabati bilan tashkil etilib, unda qizlarning ta'lim olishi, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishi hamda jamiyat hayotidagi faolligini yanada oshirish masalalari markaziy mavzu etib belgilandi. Anjumanda mamlakatimizda qizlarning ilm-fan va ta'lim sohasida o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar hamda yoshlarning innovatsion faoliyatini rag'batlantirish yo'nalishlari atroflicha muhokama qilindi. Tadbir yosh qizlarni ilmiy izlanishlarga keng jalb etish, ularning iqtidorini namoyon etish va kelajak kasbini ongli tanlashga ko'maklashishga qaratildi. Bizni universitetimizda tahsil olayotgan qizlar bundan bir necha yil avval atigi 2-5% tashkil qilgan. Bugun esa biz qizlar 15% ga yetdik. Bu ham ushbu yo'nalishga qiziquvchi, muhandislik yo'nalishiga qiziquvchi qizlar sonini oshgani, prezidentimizni tashabbuslarini bir oynasi sifatida biz bugungi kunda universitetimizda o'tkazilayotgan anjumanni ham ko'rishimiz mumkin. Biz qizlar uchun ilhom bo'ldi va biz ham kelajakda albatta muhtaram yurtboshimizning imkoniyat qanotlari ostida erkin parvoz qilamiz. Kelajakda yetuk mutaxassis kadr sifatida shakllanamiz. Anjuman doirasida talaba qizlar bilan ochiq, bevosita muloqot o'tkazilib, ularning ilmiy izlanishlari, startap loyihalari va innovatsion tashabbuslari taqdim etildi. Bizning universitetimizda tashkil etilgan Qizlar tashabbusi va maslahati markazi qizlarning ilm-fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini eshitish va to'g'ri yo'nalish berishga xizmat qiladigan markaz. Bu markazning ochilishi, universitetimizda qizlarga qaratilgan e'tibor biz qizlarning ilm-fandagi rivojlanishimiz va ilmiy izlanishlar olib borishimiz uchun katta qo'llab-quvvatlash deb o'ylayman. Shuningdek, ilmiy faoliyatda teng imkoniyatlarni ta'minlash, ilm-fan va innovatsiyalar markazlariga yoshlarni, xususan qizlarni keng jalb etish, zamonaviy tadqiqotlar asosida tadqiqot olib borish masalalari yuzasidan fikr va takliflar bildirildi. Tadbir davomida ishtirokchilar ilm orqali shaxsiy va kasbiy rivojlanish yo'llari, yetakchilik ko'nikmalarini shakllantirish hamda kelajak bunyodkorligida ilmli qizlarning o'rnini mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Anjuman talaba qizlarga o'z tashabbus va loyihalarini keng jamoatchilikka taqdim etish, mutaxassislar bilan bevosita muloqot qilish imkonini berib, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va ilmiy faoliyatga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytirishga xizmat qildi. Munizxon Majidova, Nosirbek Bo'ribekov, Poytaxt.